Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga Germaniya bo'yicha yangilik, ma'lumot hamda xushxabarlarni aytib o'taman. Xo'p, mana shu video davomida o'zingizga ma'qul kelgan ma'lumotlar bo'lsa, Germaniya siz uchun qiziqarli mamlakat bo'ladigan bo'lsa, o'z kommentariyada izohingizni yozib qoldirishingizni so'rayman. Agarda sizga ma'qul kelmagan bo'lsa, xarajat va xarajatingizni qoplab bera olmaydigan mamlakat bo'lsa ham kommentariyada izohingizni yozishingizni kutaman. Xo'p, ana endi birin-ketinlikda boshlaydigan bo'lsam, sizga birinchi o'rinda Germaniyani tanishtirib o'tishim kerak. Balki hozir aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim sizga hali yetib bormagan bo'lishi mumkin, ya'ni yangi ma'lumot bo'lishi mumkin. Xo'p, Germaniya iqtisodiyoti jihatidan dunyoda Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoydan keyingi 3-o'rinni egallaydi va iqtisodiyoti 5 trillion dollarni tashkil etadi. Germaniyaning asosiy daromadi avtosanoat, robot va texnikalarni ishlab chiqarish va kimyo sanoati hisoblanadi. Ya'ni dori-darmonlar ishlab chiqarish. Mana shu ishlab chiqarilgan avtomobil, robot texnikalar hamda dorilarni butun Yevropa hamda mamlakat bo'ylab eksport qilishadi va katta eksportdan Germaniya iqtisodiyoti daromad ko'rishadi. Ana endi Germaniyadagi soliqlar, brutto va nettolar haqida ham aytib o'taman. Germaniyadagi soliqlar bu 25% ni tashkil etadi. Siz bir yilda qaysidir sohada ishladingiz, 100 ming yevro daromad qildingiz. Mana shu 100 ming yevro daromaddan 25% 25 ming yevro bo'ladi va mana shu 25 ming yevroni davlat soliq tariqasida olib qoladi va sizga ta'minlashi mumkinki, tekis yo'llar, hayotingizni sug'urta qilish, deyarli bepul tibbiy ko'rik yoki arzon tibbiy ko'rik hamda bepul universitet, bakalavriat, magistratura yo'nalishlarida o'z farzandingiz uchun bepul ta'limni taqdim etadi. O'zbekistonda esa soliq tizimi bunday katta emas. O'zbekistonni olib qaraydigan bo'lsak, iqtisodiyoti jihatidan 60-o'rinni egallaydi va hozirgi iqtisodiyot daromadi 181 milliardni tashkil etadi. Butun dunyo bo'yicha 60-o'rinni egallasa, Germaniya bilan solishtirganda 30 barobar kam hisoblanadi. Ayni dam 2026-yil statistikasi bo'yicha O'zbekiston rivojlanayotgan mamlakat, Germaniya esa rivojlanib bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Bu ikkala davlatni solishtirib bo'lmaydi hozirgi vaqtda, lekin mustaqil bo'lgandan keyin o'sish natijalariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Germaniyadan ancha oldinda hisoblanadi. Ya'ni mustaqil bo'lgandan keyin o'sish foizi statistikasiga ko'ra. Hozirgi statistika bilan aytganim yo'q. Endi sizlarga Germaniyadan O'zbekistonga taqdim etilayotgan vakansiyalar, oylik maoshlari va xarajatlar haqida aytib o'taman va mana shular orasida brutto va netto haqida ham sizga ma'lumot berib o'taman. Germaniyada hozir vakansiyalar taqdim etilyaptiki, 2024-yildan boshlab O'rta Osiyo hamda O'zbekiston fuqarolari uchun 50 ming nafar bo'sh ish o'rinlari taqdim etilgan hamda O'zbekiston fuqarolari orasidan nima desa bo'ladi, munosib kandidatlar, ya'ni munosib nomzodlar topilmagan. Sababi 50 ming nafar taqdim etilgan ish vakansiyalarida nemis tilini bilish kerakligi shart bo'lgan, ya'ni suhbat darajasida. O'zbekiston aholisining katta foizi rus tili hamda ingliz tilini bilganliklari uchun nemis tiliga bo'lgan talab kam bo'lgani uchun afsuski 50 ming nafar bo'sh ish o'rni to'lmagan. Hozir endi u yerdan kelayotgan vakansiyalar ayollar uchun qishloq xo'jaligi ishlari, hamshiralik, qariyalarga qarash sohalari bo'ladigan bo'lsa, erkaklar uchun esa fura yuk mashinalari haydash, elektrik sohasi, ya'ni payvandchilik deydi, xalq iborasi bo'yicha svarshiylik deb atalib ketilgan. Xo'p, ana endi qurilish sohalarida ishlar bo'ladi, qassobchilik sohasi, ishlab chiqarish, lekin fabrika, zavodlarda metallurgiya sohasi bo'yicha ish o'rinlari taqdim etiladi. U yerdagi oylik maoshlar 2000 yevrodan 2800-2500 yevrogacha netto tariqasida sizga beriladi. Bruttoda esa 3500 yevro bo'ladi. Brutto va nettoni farqini aytib o'tadigan bo'lsam, masalan, sizga 3,5 ming brutto oylik taqdim etiladi deyishadi. Mana shu 3,5 ming yevrodan 7 ming yoki 8 ming yevrosini soliq sifatida olib qolishadi. Keyin sizga tushadigan daromad deylik 2800 yoki 2700 yevroni tashkil etadi. Ana endi netto sizga 2800 netto oylik maosh. Netto deganda siz oladigan oylik maoshingizdan olib qolinadigan summadan tashqari o'zingizga qoladigan summa netto deb ataladi. Ya'ni sizga berilgan 2800 yevro
netto oylik maoshdan soliq olib qolinmaydi. Mana shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz, o'zingiz uchun yaxshi, erta bir kun firmalarga shartnoma imzolashga borgan vaqtingiz 3,5 ming yevro brutto orqali to'lanadi deganda, bu solig'i olib tashlanmagan summa. Ya'ni 3,5 ming yevrodan ketdi, 700 yevroni davlat olib qoladi. Mana shunga yaxshilab e'tibor bering, hujjat imzolashda shoshilmang. Xo'p, hozir sizga Microsoft Uzbekistan rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysi tur davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, ana endi sizga tushuntirib berishim kerakki, nemis tili taqdim etilyapti, nemis tili so'ralyapti dedim. Yangilikni aytib o'tadigan bo'lsam, agarda siz chet el mamlakatida bo'lsangiz yoki O'zbekistonning chetroq viloyatida yoki markazdan olisroq joyda yashasangiz, bemalol onlayn nemis tilini o'rganishingiz mumkin. Bizda bu bepul. Mana shu hozir mana shu videoning kommentariyasida men nemis tilini o'rganmoqchiman. Ism, familiyangiz, yoshingiz va nima desa bo'ladi. Hozir qaysi mamlakatdasiz yoki qaysi viloyatdasiz, mana shuni yozib qoldirasiz, videoga like tugmasini bosib screenshot qilasiz. Bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz va kanalda nemis tili kursiga a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu akkauntga murojaat qiling deya akkaunt qoldiramiz. O'sha akkauntga kirib screenshotni tashlaysiz va meni nemis tili kursiga ulab qo'ying desangiz bo'ldi. Biz sizga nemis tili kurs havolasini tashlaymiz, kirib o'sha kursdan B1 darajasigacha nemis tilini o'rganib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bepul, siz qaysi mamlakatda bo'lsangiz, qaysi viloyatda bo'lsangiz, bemalol onlayn bepul o'rganishingiz mumkin. Ya'ni o'quv kurslariga borib 350 ming, 400 ming, 500 minggacha to'lagandan ko'ra birinchi onlayn o'rganib ko'ring. Agarda siz o'rgana olsangiz, o'zingizga keraklicha ma'lumotni olasizda, ya'ni kursga borib bitta sertifikat olsangiz bo'ldi. Agarda kirishingiz bilan nemis tili sizga yoqmasa, bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Ya'ni hech qanday xarajat qilib, xarajatingizga kuyib qolmasligingizni kafolat qilish uchun mana shunday yangilikni taqdim etdik. Xo'p, ana endi Germaniyaga siz har qanday ish turi bo'yicha hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, sizga eng kerakli bo'ladigan 4 ta hujjat turini aytib o'taman. Bu hujjat turi bilan xohlagan mamlakatingizdan vakansiya taqdim etilgan bo'lsa, mana shu hujjatlarni taqdim etishingiz shart bo'ladi. Bulardan birinchisi, xorijga chiqish qizil pasportingiz kerak bo'ladi. 3 ga 4 suratingiz oq fonda kerak bo'ladi va oxirgi tugatgan ta'lim turingiz 11 yillik maktabni tugatdingizmi, litsey, kollej, universitetnimi, magistraturanimi, doktorantura bo'ladimi, oxirgi tugatgan ta'lim turingizdan hujjat kerak bo'ladi. Keyin davlat xizmatlar markazidan olinadigan hujjat bu sudlanmaganlik haqida dokument. Mana shulardan keyin deylik nemis tiliga topshirmoqchi bo'lsangiz, agarda nemis tilini bilsangiz, sizda sertifikat bo'lsa, sertifikatingiz, koreys mamlakatiga ishga bormoqchimisiz, agar koreys tilini bilsangiz, koreys tilidan sertifikatingiz, agar koreys tilini bilmasangiz, nemis tilini bilmasangiz, bemalol suhbatga kirib, ish beruvchi suhbatidan o'tsangiz ham sertifikat olish yoki sertifikatingiz bo'lishi shart emas. O'ylaymanki, sizga yaxshigina ma'lumot aytib o'tdim, gapni cho'zib o'tirmadim. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Agarda sizga Germaniyaga ishga borish qiziq bo'lsa, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Hozir sizga Telegram kanalga obuna bo'lishni ko'rsatib o'taman telefon orqali. Xo'p, ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan dunyo migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Hammangizga tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat.